kelin, shkopda 7 ta piyoz bor edi. 6 ta bo'lib qopti. Bittasini bo'yi shashlikka ishlatdik. Hali sizlar mazza qilib shashlik edinglarmi? Yo'q, marinad qiluvdilar boya bittasiga. Ha, unda yaxshi. Kelin, bu shashlik tayyor bo'lgan bo'lsa olib keling. Stop opa. Shashlik yo'q. Qarang, mana bunaqa qilamiz. Shahar kadr ketadi, qorafon bo'ladi, shovqinlar bo'ladi. Ha, shashlik zo'r chiqibdi lekin deysiz. Xo'p, ketdik. Yes. Voy. Kelin, nima bu ahvol? Men bodringdek samiz olib keldim. Buni uzumdek qilib qo'yibsiz. Nima qildingiz buni? Sunnat qildingizmi? Turing endi kechki tug'ilgan kunga qozon kopmi, jarkopmi boshlang. Stop. Abidga moshxurda kelgan. Qozon ko'p demangda, moshxurdan tiqib ko'ramiz. Kelin, nimaga jig'ildoningiz qaynadi desam, bo'ldi, yig'ishtiring serialini. Tushmayman. Undan ko'ra Instagramda ijod qilaman. Senga maslahatim Instagramda ijod qilgan. Mani podpischkim kamda Instagramda. Voy, shu ham muammomi? Men Instagramda GIF konkurs o'tkazyapman. Garant 30 ming, prognoz 40 ming, garant 100% oqlanadi. Chunki glavniy sovg'a iPhone 17, undan keyin iPhone 16, umraga 2 kishilik yo'llanma va ko'plab pul mukofotini qo'yganman. Sponsor bo'lishga ulgurib oling, chunki menda homila juda ham tez to'ladi. Tez kunda start, tez qo'shilib oling. Homila son chegaralangan. Stop. Sizlarga operator montaj kerak emasmi?